Oldin bir bozorni bilsin, YouTubedan kirib, quyosh panellarni yozib, ma'lumotlarni olib, keyin shu chiqqanlaring yaxshi bo'ladi. Pastda raqamlar qoldirganmiz, qo'ng'iroq qiling. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bitta like bosib qo'yasizlar. Rahmat, sog' bo'lasizlar. Narxiga kelgan bo'lsak, 160 million so'mga tushdi. Naqd pulga, xudo xolasa, hozir qishki narxlarimiz 160 million so'mning ichida bonus bo'lib kirib boradi mana. Assalomu alaykum, kanalimizga obunachlar. Mana biz bugun Farg'ona shahar yangi Mag'lon shaharchasidamiz. Bu obyektimizga 50 kW quyosh panel stansiyasini qo'yib berdik. Xo'sh, panellarimiz bilan tanishtirib o'tay. Panellarimiz Jinko 615 watt bo'lib, 50 kWimizga 82 dona ketdi. Xomimiz jicha katta emasligi, 50 kW sig'maganligi uchun maksimal qilib qo'yib berdik. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Sig'mayotganligidan iloji boricha bunday qilib qo'yib berilgan. Xo'sh, keyin endi bu tomonga ham soat 9:30 dan keyin ertalab bas 9:30 dan keyin qilib quyoshni ko'radigan qilib qo'yib berdik. Lekin 9:30 dan quyoshimiz botguncha oladi. Mana shu ikki etajli qilib. Lekin xonadon egalari iltimos qilishdi, чтобы buni hozir o'rtasini ochib bering, yurib men bemalol yuray dedilar. Shuning uchun biz shunaqa qo'yib berdik buni. Endi buni narxiga kelgan bo'lsak, 160 million so'mga tushdi. Naqd pulga, xudo xolasa, hozir qishki narxlarimiz. Demak, karkasimiz haqida ma'lumot. Karkasimiz temir profillardan, bo'linlardan qilib, ularni bo'yab krasa qilib berdik, zaynab ketmasligi uchun. O'shanga bularga endi PV kabellardan foydalanamiz. PV kabel 1.16 1.5 ming volt yonmas kabelimiz, Xitoyning yonmas kabeli shu bo'ladi. Hech qachon uz kabelda qila ko'rmang. Uz kabelimiz adashmasam 400 voltgacha tokni o'zidan o'tkaza oladi va bu 1.5 ming voltgacha. Shuning uchun quyosh panel qo'yayotgan akalarimiz, quyosh paneli qo'yayotganingizda quyosh panelga maxsus chiqarilgan avtomatlar, kabellar, shularning shtekellari, ularni masalan krepnelarini ham masalan quyosh paneli uchun shayba bilan qo'yib qo'yishmasin. Shayba u zanglaydi, uzoqqa yetib bormaydi. Bu uzoq vaqt turishi kerak. Hozirda qishki gradus bularni xudo xolasa 40 gradusga qo'yib berilgan. Qishki gradusimiz shunaqa, chunki shunday yaxshiroq qo'ysangiz, o'zi optimalniy bu graduslarimiz 35, 45, 50 gradus orasida. Yopib olsalaring juda ham haligi yozga o'tib ketib qoladi-da. Qishda chiqayotgan quyoshni ko'rmay qoladi agarda gradusingiz past bo'lsa. Xo'sh, yana shu tarzda tushdi 82 dona panelimiz. Hozir inverterda oldim. Inverterda olma 100% bitirib olishgani yo'q. Montaj ishlari davom etmoqda. Lekin men sizlarga DA inverteri va yoni shiti o'shanga bitta 3 fazalik cho'chib qo'yib berganmiz. O'shalarni ham ko'rsatamiz, ammo u hali bitgani yo'q, lekin birroq ko'rsatib o'tamiz. Va pastga ham tushib oldik. Bitta 50 kWlik inverterimizni o'rnatib berdik. Bu hozir hali bitmagan, 100% bitirmadik. Hozir montaj jarayoni ketyapti. Bu yerda ko'rsatib bo'ladi, bu shitimiz bo'ladi. Behayotir DC, UZI shu tarzda shu ketma-ketlikda o'rnatib berilyapti. Yoniga 3 fazalik cho'chchiga o'rnatib berdik. Bitta mana. Agar 50 kW o'rnatgan bo'lsalaring, cho'chchiklaring, masalan, cho'chchilarni olib bersalaring, bularni ham montajini 160 million so'mda ishlab beramiz. Даже mana shu uyga kirayotgan simlaringni 50 kW uchun masalan 35lik sim tortiladi-da. Shu simni ham olib bersalaring, montajini stalbadan uyga kirgizib beramiz, xudo xolasa. Bu ham 160 million so'mning ichida bonus bo'lib kirib boradi mana. Ko'rsa ham bo'ladi. Men hozir bu yerda tokimiz past ekan. Bu tok ko'paytirgichlarimizni xudo xolasa bekka qo'yib, chiroyli qilib to'g'rilab beramiz. Bitta hali hamma ochiq, hali yoqilmagan, chunki montaj jarayonlari ketyapti. Shu kimda kim quyosh panellarini o'rnatmoqchi bo'lsa, bizga aloqaga chiqsin.
o'zi o'rnatishdan oldin birov bozorni bilsin, YouTubedan kirib, quyosh panelida yozib, ma'lumotlarni olib, keyin shu chiqqanlari yaxshi bo'ladi. Pastda raqamlar qoldirganmiz, qo'ng'iroq qiling. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bitta like bosib qo'yasizlar. Rahmat, sog' bo'lasizlar.